Samandarda bo'ldi ishga. Xudo xolasa ha, donlari hamma yoqlar bo'lib ko'rsatamiz. Porsiya ham bo'ldi. Porsiya ham bo'ldi. Porsiyalarni o'rnatib, bunlarga qo'yib, Porsiya askoslarini nima qilib, porsiya ham kattagina qo'yilgan ekan. izolyatsiya yaxshi bo'lish uchun, havo yaxshi aylanish uchun, hammom joy ekan. Zo'r bo'ldi. Zo'r o'rnatdi porsiya. Oxir o'rnatdi bu. Ha, penasni yumshar ekan. Arablarimiz aka bo'ldi mana. Romlar ham juda Eshiklar ham bo'ldi, oynalarni chiroyli qilib solib, shat oynalar bo'ldi aka. Aynagan, sal boshqacha, ha? Tiniq, aynagan qanday? Oynalarni ham yuvdirib olib keldik. Toza ekan aynagan. Qo'ydim, juda chiroyli chiqdi aynalar. Alloh xursandchilar aka, xudo xolasa. Albatta. Samandarga rahmat. Mana atay qildirmovdimda, qarang. Eshikni o'rnatganimizdan, eshik romlarni o'rnatganimizdan keyin mana rastvor kirib turib qisyapti, rastvor. Orqasi rastvorga to'layapti. Agar bu mana suv qilinib turib orqasiga qo'yilganda, belki pena qo'yilardi, o'zini yopilardi-da. Shuning uchun buni qildirmovdim buni. Mana endi mana mahkam bo'lib qisdim mana. Ham orqasi ham to'g'ri-da, rastvor bilan to'g'ri. Endi ichigaliginaqa kirmaydi deydi, nima deydi? Ruschasiga aytganda duit qilmaydi-da. Qadamda duit qilmaydi yoki bir sovuq o'tkazmaydi. Xudo xolasa ma'qul aka ishlar. Zo'r. Eshiklar ham bo'pti. Qarashkasini bosmasdan olib uzoq umr. Ha, bunday qilmasdan, ha. Shunday qilmasdan o'zi urib qo'ymaydi chekasini. Juda go'zal. Voy. Taklari ham zo'r keldi. Bu derazalarimiz ham o'rnadi. Ha. Bunday qilib bu. Zo'r shu-da. Rezinkasini ko'rib turiblar aytdim-da Samandarda. Yaxshi rezinka ekan deb. Bu plastmasli romlarda ko'pida yaxshi rezinka qo'yilmay qolyapti-da. Qani yumshoq mana elastikda. Sovuqda ham hali qatib muzlab qolmaydi. Zo'r. Dorilar ham shiqir-shiqir qilyapti. Albatta. Zo'r, go'zal. Nari oshxonamizniki ham, oshxona emas ekan, umumiy oshxona deb yuribman uni. Taraflardan bo'ldi. Qadrdonlar, mana narxidan ham tushib, Saidjon akam, mana Samandarbek, bu eshik romlarimizning narxidan boshqa joylardan so'rab kelganimizdan ham arzon qilib, xizmatini qo'yib berishlarini umuman bekarga qilib qo'yib berdi. Hozir ichkari eshikdan ham aka bo'shab qolsak kelib, Samandarbek qo'yib beraman o'zim. Iloji boricha vaqt qilib deyapti. Agar o'zimiz qiziqib ketib qo'yib yubormasak. Alloh rozi bo'lsin Samandarbek, Saidjon akamga ham rahmat deb qo'yasiz. Qadrdonlar, mana shu yerga qo'yib ketayotgan nomerim yo Samandarbeknikini, yo Saidjon akamnikini, akasinikini qo'yib ketayotgan bo'laman. Katta uylar, domlar solayotgan bo'lsanglar ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Necha yuzta bo'lsa borib o'rnatishib, eng menga yoqqan tarafi bu Samandarjonlarni o'rnatish jarayonlarini ko'rdim. Shoshilishmaydi ekan. Mana shu choklarini ham iloji boricha keltirib, joy-joyiga keltirishib, razmerlarni ham to'shni olishib, pasmi balatini, kirdi-chiqdilarini juda tekis qilib o'rnatishyapti. Har bitta derazani hozir atkosini bortirib metrga qo'yadigan bo'lsangiz, millimetrgacha joyiga qo'yib qo'yishgan. Xizmatni bo'lsa bemalol uylargami, bir katta qurilishlargami, shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Samandarbek, Saidjon akamlar ko'tarishadi, inshaalloh ishinglarni chiroyli qilib bitkazib beradi. Shu uyga ham mana qo'ldan kelgancha hissasini qo'shib duo qilib qo'yasizlar. Ota-onalarini, o'zlarini, ishlarini haqqiga. Rahmat Samandarbek. Alloh rozi bo'lsin. Minnatlilardan rozi bo'linglar. Biz juda xursand bo'ldik. Shu yerda kim ko'rib turgan bo'lsa, mana qilgan ishlardan xursand. Hoji aka juda chiroyli o'rnadi eshik romlar. Qo'l nima bo'ldi? Prosta. Prosta. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Juda xursandmiz Samandarbek. Saidjon akamga alohida rahmatimizni aytamiz. Qadrdonlar, kuzatib turinglar. Bundan qiziq joylarni endi ko'rsatamiz. Fasad qismimiz hozir gulini yaqin olib borib ko'rsatmadik, bir o'zgacha bo'lib gul bo'lib chiqyapti. Jemchuk bilan lakimiz bor. Oldin Moviy Travetning Hoji buvamiz bergan lakdan bir paqir oshib qolgan Hasanboy akam chiroyli qilib bir chekkaga olib qo'ygan ekan, uni olib keldik. Endi Rustamjon akam, Ilos akamlar unga jemchuk beramiz, aralashtirib beraverasizlar fasadga Abdurahmon deb ertalab shuni ham nimasiga olishgan o'zlarining zimmasiga. Xudo xolasa olib kelib, lakni jemchuk lakni shunday surkaganimizdan keyin shu gullar
shunday ko'rinadi-da, to'g'rimi, aka? Undan keyin mazza qilib tomosha qilaverasizlar. Kuzatib turinglar. Hammalarga rahmat. Oshiqman muhabbat dunyosida adashgan, bu ishq dashtining sarob daryosida adashgan. Bir oshiqman muhabbat dunyosida adashgan, bu ishq dashtining sarob daryosida adashgan. Sevdim sevmadi sanam, ko'ngilda dardu alam. Sevdim sevmadi sanam, ko'ngilda dardu alam. Qo'l yetmas yulduzlarning zuhrosida adashgan. Qo'l yetmas yulduzlarning zuhrosida adashgan. Yulduzlarning zuhrosida adashgan. Kezib ishq bozorini, olibman ozorini. Noshud bir xaridorman, savdosida adashgan. Layli bash yor o'yida, telba bo'ldim ko'yida. Layli bash yor o'yida, telba bo'ldim ko'yida. Devonaman majnunlar sahrosida adashgan. Devonaman majnunlar sahrosida adashgan. Devonaman majnunlar sahrosida adashgan. Qimmatim bor, notavon men raqibu oshnasida adashgan. Notavon men raqibu oshnasida adashgan. Yaxshidan nari qochgan, yomonga dilin ochgan. Ko'rar ko'zda quyoshning ro'shnosida adashgan. Ko'rar ko'zda quyoshning ro'shnosida adashgan. Karim kim xato qilmas, so'ng tavba sado qilmas. Karim kim xato qilmas, so'ng tavba sado qilmas. Bandamizda hayotning ma'nosida adashgan. Bandamizda hayotning ma'nosida adashgan. Bandamizda
ma'nosida adashgan. Hormaylar. Salomat bo'ling, hoji buva. Hormaylar. Keling. Nima o'ynaysiz sizlar? Hormaylarda ham aliylar. Aliylar. Bilasizmi? Ya, aliylar azizlarim. Ya, o'zi qattiq gapirayotgan, qo'ylarim qatirab ketadi. Azizlarim, u Jumagul qani? Qattiq gapirayotganim shu uyda jag'larim otilib ketadi. Hammasi xitay jag'lar. O'shani qattiq gapirmaylik. Hurmatni bilaylik, izzatlardan. Hormaylar. Salomat bo'ling, hoji buva. Amin, hammalaringiz ishlaringizda baraka bersin. Assalomu alaykum, hoji buva. Ishlaringizda baraka bersin. Sog'lom molingizda. Bu kichkina bahrimdan ham bor ekan-a, xabar oladi yo. Ayya. G'aram. Chiqmaydi xolos. Men chiqdim bitta o'zim. Siz Bozor buva tomondanmisiz? Ha, yo'q. Katta nimadan? Katta bahrim tomondan. Ha. Aytdim bu katta bahrim, kichkina bahrimdan. Mehr oqibati kuchli xolos aqdan. Hormang. Ya salomat bo'ling. Qalay? Hoji buva. Hoji buva ishlaymisiz-sizlar? Kes. Yeylar. Ya, Ya assalomu alaykum. Keling hoji buva. Alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Aha. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Tez ishlaylar. Bo'ladi. Hoji buva YouTube'larda ko'ryapsizmi videolarni? Hali bola qani? Jijar bola qani? Jigar akam yo'q. Yo'q-a? Ha. Yo'qotib qo'ydik-ku jigar. Shu bolada izlab keldim o'zi asli. Yuring ketdi. Qizim. Ona qilib qo'ymadingiz-ku. Amin. Amin. İşlerinizde baraka bersin, dastingizda baraka bersin, uylaringizda xotirjamlik bersin, tinchlik bersin hammalaringizda. Chetda asharda kelganlar bag'lari keng bo'lsin, yuraklari keng bo'lib, hech siqilmay chetlarda o'ynab kulib, ikkita yetimda boshida silam ham qo'yib keldi akachilar. Obunachilar. Baraka bersin. Sekin qo'llab kelgan obunachalarimizdan baraka bersin. Dastingizda baraka berilib, nima ozi niyati yetsin. Amin. Alloh. Hoji buva.
Appledan ham olib kelmabsiz hojonamni ham. Kampir bog'la ketdi o'tib. Ketdi. O'shayna qo'ylar qatroq bo'lib qoldi. Qo'ylar. Yolg'iz qoldingizmi? O'shayna qo'ylar qatroq bo'lib. Yo, kampir, hozir biz kampirni satmas. Biz bag'ir nimamiz xolos. Jag ishlaydi xolos. Hormang. Salomat bo'ling, keling hojiboy. Tushunmasdi. Astada qo'y. Ke. O'zi astada qo'ydim. Shuncha azizni quchoqlaymiz, seni quchoqlay. Zori salomat. Sen ular ham ketgan shunday. Ketdi. Qo'y, qattiq gapirgandim. Jag boru. Ha, jag. Ishlar chiqib ketadi ottilib. Keyin og'zimda suvlar tushib ketadi. O'shayna qattiq gapirmay hammalaringizni. O'tiring bo'lmasa buni ikkovini. O'shayna qattiq gapirmay azizlarim. Hamma ishlarimiz suyni ichish. Ba'da kampir yo'q. Mana o'tirib turaylar, moy tayyorlab kelay gaplashamiz. Qattiq. Shumsan sen o'zi. Bo'ldi. Boshlig'ida oti nima? Dadajonov qani o'zi? Yasilibdi boshlab uydan. Qani? Dadajonov. Hojiboy. Qani? Hozir men buni suyaymi? Hojiboy yaxshimi? Uylaringiz zo'r. Ichkarilar ham Siz bunaqa nimasi ham bor o'zi? nima deysiz hojiboy? Bunaqa sanatingiz ham bor. Sanat. Qoyil. Til aynan qo'yadi. Rahmat hojiboy. Oy, shunaqa qancha odamlaringiz bor? Bundan videoda ko'rdim. İçim yağladı. Şu bolada bir dadajonibda bir ko'ra o'zida qilib chiqdim haqiqatan. Rahmat hojiboy. Shu ishlaringizda Alloh shuncha ishda bajarib qo'ydi. 5 ming 10 ming so'mni bo'ladi. Ish. Alloh hammazda qancha obunalaringiz bor ekan. Dastida baraka bersin hammasini. Hojiboy sizga o'xshab duo qilib turadiganlar bor. YouTube'da. Alloh Rahmat deb qo'ying shularga. Rahmat. Mana ustalar chiqish hashar kelishdi bugun. Hech adashmang. Endi shu yo'lda tushdan siz oldinda yuring faqat. Oldinda yurib, hech nima to'xtamang. Rahmat hojiboy. Alloh rozi bo'lsin. Ustalarimizni ham duo qilib qo'ying hojiboy. Ko'rdingizmi ertalab kelishganini? Ha, hammasida nima qildim? Hali uchrashdim. Amin. Dastida baraka bersin. O'zi bola chaqasida baxtida sog' bo'lib, o'ynab kulib yuraversin. Hech g'am ko'rmay ishlab va uyida xotizma bo'lsin, dastida baraka bersin. O'zini obunachalarimizdan ham dastida baraka bersin. Qancha qo'llab keldilar, yana qo'loylar azizlarim, yana jichcha bor azizlarim. Amin. Alloh akbar. Va hamma videolar ko'ryapsiz ekanda hojiboy. Ha, katta nimada ko'p nima o'tiramiz, lak bosib nimada turib. Nima bor? Katta televizorda ko'ryapsizmi? Meni o'taman, bosamiz. Aynan. Televizorda ham bossa bo'ladimi? Ha. Nimada? Televizorda ham bossa bo'lar ekan. Mana hojiboy ham bosyapti ekan, televizorda ham bosib qo'yinglar lakni. O'shayni meni bitta bosasiz, men qo'yim, chap qo'yim ishlamaydi xolos. Nimalarim bor, baralarim bosib qo'yiladi, bosib qo'yadi. O'shayni.
Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi kelibsiz, Hoji buva, xursand bo'ldik. Ancha xursand bo'lib ishlayapsizda. Sizga o'xshagan yoshi katta shu mahalla ko'ydaglar chiqib duo qilib chiqib ketsa xursand bo'lamiz. Hoji buva, rahmat, boringizga shukr. Ismingiz nima, Hoji buva? Ismim yo'q. Meni ismim o'ta uzoq xolos. O'ta uzoq. Xotira ham ketdi xolos. Kampir yo'q nasada. Endi ismini so'ramaylar. Xotira ketdi. Kampirning ismini bilasiz? Kampirda ismi ham bir narsa o'zi. Kampir ham endi ancha yillar bo'lib ketdi. O'zim bitta uyda yatta yo'g'otamas. Bunday qarab, tepada xotiralar ham chicha sus bo'lib o'g'lim. Nevaralar bor. Bor. Hammasi 60 ta bor. 60 ta nevara bor. Ha, shuni chichi. Qulog'imda chiqib, bag'ida ketadi chiqib. Uchun Bolalarda işte 60 ta nevara bo'lsa. Ko'p bolalar, 6 ta bolalarim bor. 10 tadan bolasi bor. O'shayna xotira ham ketdi. Xafa bo'lish yo'q, azizlarim. Yig'lagandim. Xotinni yig'lagandim, xotin zo'r o'zi. Vohlat ketdi o'ti bola. Uzr. Alloh rahmat qilsin Hoji buva. Keling, Hoji buva o'tiring, choydan iching deb keldi, choy. O'tiring hozir. To'ydan keling. Keling. O'tiring. Choydan iching Hoji buva. Issiq qo'yib beraymi yo'q? Kelam kuyga. Hoji buva, siz bemalol o'tiring, biz ish qilyapmiz. Biror narsa kerak bo'lsa aytasiz-da. Assalomu alaykum, yana bir bor qadrdonlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Qadrdonlar, mana fasatimiz tugadi, xudo xolasa. Endi faqat ozgina tekizlaydigan kelgan Hoji buvam oq villaga olib kelgan haligi bagetlarimizdan yana aytib qo'yaman dedi. U keladigan bo'lsa, ularni qatirib, atkoslari uchun yana tekizlab, bu bilan birgalikda qo'shib lak jemchugimizni berib olsa, xudo xolasa bo'ldi. Hoji akam, Iqbol akam, Hoji akam duo qilib bersa alohida. Sherigini ismini nima desam aka? Ismini chiqib qo'ying. Meni ismim Nurmatjon akam. Nurmatjon akami Iqboljon Hoji akamni duo qilib bersa qadrdonlar. Keyin nimani alohida duo qilasizlar? Ertalab aytib o'tganman. Ilyosjon akamni akasi Rustamjon akamlarni Trevertin sexi egalarini. Ilyosjon aka ko'rib turgan bo'lsangiz, mana aka ertalab bergan trevertingizni devorga o'zi surka bo'ldik. Xudo xolasa. Fasad bo'ldi. Polni mana chiroyli. Yaqinroq olib keling, Hasan aka. Videoda ham ko'rildi-yu. Juda go'zal bo'lib, chiroyli gul bo'lib chiqdi, xudo xolasa. Laklarni bersak, yana ham ochiladi bu, xudo xolasa inshaalloh. Qadrdonlar, Ilyosjon akamning nomerini mana mana yerga qo'yib ketyapman. Trevertin, shpaklyovka, emusiya, rodban, shunga o'xshagan mahsulotlar kerak bo'lsa, trevertinlar, jemchug, shunga o'xshagan nimaga kerak bo'lsa, devorga surkab, fasad, ichki shpaklyovkalar hammasi kafilkilar bor ekan. Shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab yetkazib beraverar ekan. Ham sifatli, mana ko'ryapsizlar, juda chiroyli, kачествоli chiqdi. Hoji akam, Iqboljon Hoji akam qayerga borsa, qaysi xonadonda qilsa, qaysi katta obyektda qilsa, shu Ilyosjon akam bilan birgalikda ishlaydi ekan, mahsulotlarni olib ish qilar ekan. Mana shu yerga fi sabililloh 1 so'm pul olmasdan bizga ehson qildi shu Jumagulxon villasiga. Ilyos akamni alohida duo qilib bersizlar, oilasini, Rustamjon akamni, akasini, barchalarini. Alloh rozi bo'lsin. Ilyosjon akam ko'rib turgan bo'lsa, rahmat aytamiz yana bir bor. Va yana yangiliklarimizdan qadrdonlar. Eshik romlarimiz bitdi mana, xudo xolasa, yana aytib o'tyapmiz. Ichkarida mana Ruslar akamlar ozgina ishimiz qolgan, shuni tugatyapti hozir. Ruslar akam. Bu yerdan qarang. Mana eshikni qirg'og'ini qilyapti hozir Ruslar akam. Ozgina rastovimiz qolgan bajada. Hasan akam ham hozir tezroq bo'shatsak, operator nima qilib oldim. Ishlataveramiz, xudo xolasa. Charchamayapsizmi, aka?
O'rmonga mana chiroyli ko'p tepa nimalarni eng qiyin joyi tepa qovoq bo'ladi qadrdonlar. Setkalar qoqilgan, shu yerda to'ldirib, ustidan yana sement suvini ham berib qo'ydim mana. Albasr bilan to'ldirgandan keyin. Atroflar xudo xohlasa 8 bo'lib chiqdi. Endi kamkosini rodbin bilan to'llaymiz, chunki ancha yorilib qoladi. Bu albatta yangi suvarlik uchun. Shunaqa gaplar. Ichkarilar polni gruntovka qilib qo'yganmiz qadrdonlar. Polni oppoq qilib gruntovka bo'ldi. Ichkari polni hamma xonalar. Xudo xohlasa shpaklovka bugun bir akamiz shpaklovka olib kelaman deb aytdi. Xudo xohlasa endi kelsa anig'i keldi mana boshlaydi deb aytaman inshaalloh. Lampalarimiz ham qadrdonlar, qayta aytamiz, juda go'zal bo'ldi lampalar, boshqacha bir bejirim hamma xona risunikli, oddiy emas, go'zal ranglarni, bejirim ranglarni tanlagan. Shu pataloqlarni qilgan Umidjon akami mana pastda nomerini yana bir bor shu videoda ham qo'yib o'tib ketyapman qadrdonlar. Bemalol aloqaga chiqib, Natijnoyda vodiy bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlaringizni qilib, tekis qilib, zo'r qilib beradi inshaalloh. Umidjon akamga muomalasiga ham, o'ziga ham gap yo'q. Xudo xolasa Umidjon akamni bir alohida duo qilinglar qadrdonlar. Inshaalloh ishlari yana ham zo'r bo'lib, mana shunaqa proyektlarimizga shunday Abdurahmon, men o'zimdan hamma yo'g'i qilib berib ketdi. Men o'zim qilib berishini bo'ynimga olaman. Mana uka erinmasdan mana reklamalarga ham menga hissa qo'shdingiz. Nafi ham tegdi shu qo'ygan videolaringizdagi reklamalaringizdan. Xudo xolasa keyingi proyektlaringizda Natijnoyni men o'zim bo'ynimga olaman. Deydigan darajada bo'lib daromadlar qilib, sizlarni mana ko'rib turganlar aloqaga chiqib, uylaringizni qildirib, bir xursand bo'lsin Ilyos akam, Umidjon akam ham xudo xolasa. Inshaalloh. Ilyos akam ishi zo'r, lekin o'zi zo'r yuryapti ekan. Yana duo qilinglar, bundan ham zo'r bo'lsin. Ehsonda desa labba deb turadigan akalardan ekan, Ilyos akam, Rustamjon akamlar. Ularga alohida duo qilasizlar. Shu qo'yib ketayotgan nomerlarimizga telefon qilib, bemalol aloqaga chiqib, bu akalarimizdan xizmatlardan foydalanaverasizlar qadrdonlar. Shunaqa gaplar. Ichkari ikkita bitta hammom, bu eshigimiz qoldi. Bu tomonda ham eshigi atkoslari bo'ldi. Faqat oqlash haligi shpaklovka qilish ishiga qaratilib qoldi, xudo xolasa. Buni ham hozir tugatadi. Nari taraf derazasi ham bo'lgan-a menimcha? Ha, bo'ldi u ham. Bu taraf derazasi ham tepasi bo'libdi, eshik tepasi bo'ldi, bu eshik bo'ldi, bu ikki yon boshi. Faqat endi shpaklovka rodmanlarimiz kelsa, ichkarilar polni shpaklovka rodman qilib tashlaymiz. Qadrdonlar, xo'p. Keyin emulsiyalar olishimiz kerak. Emulsiyaga ham inshaalloh ajab emas endi. O'zi 4 paqir oshib ketsa 5 paqir emulsiya ketar ekan. Qo'llavoramiz degan mana shu Ilyos akamga yo'q, qoldirmayman, men mablag'ini tashlab beraman degan akalarmi chiqib qolar balki xudo xolasa. Qadrdonlar, keyingi masalamiz ichkariga agar shpaklovkalarimiz kelgandan keyin u yerda ertaga boshlaydigan bo'lsak, tepa qismimiz, patolog qismimiz qolyapti qadrdonlar. Bu patolog qismimizni plastik qilamiz, chiroyli qilib, dekor plast, yaxshi chiroyli olib kelib qilamiz va tarnov qilishimiz kerak bo'ladi. Tarnov bu nimamiz bo'lib, hozir taxminan qadrdonlar plastikni o'ziga, shapkani o'ziga dekor plastlari RK, PK hamma yo'g'i bilan birga 2 million atrofida pul ketar ekan o'zi. 17 metr uzunligi, 16 metr uyimiz uzunligi, yarim metrdan 2 yonga chiqqan 17 metr. 17 metr yerimizga 1.20, bu yoqqa qarilishi bilan 1.35, 1.40 bo'ladi peshonasi bilan. Shu joyimizga 2 million so'mcha dekor plasti, rekalari, samarez-pamarezlar bilan ketar ekan. Kimda-kim shunga bir alohida hissam qo'shaman degan, shu Jumagul xon villamizni shapkasiga hissam qo'shaman degan inson bo'lsa, aloqaga chiqinglar qadrdonlar, juda xursand bo'lamiz. Bitta ishni kimdir bir men qilaman deydigan bo'lsa, yaxshi bo'lardi inshaalloh. Xo'sh, keyingi masalamiz tarnov masalasi. Tarnov masalasi ham taxminan 17 metr tarnovimiz 400 ming so'm atrofida, 400 ming so'm, 500 ming so'mga yaqin xarajatlari bilan shunaqa pul ketadi. Shilipka-milipkalar bilan oshib ketishi ham mumkin 500 mingdan. Bu xarajatimiz bor qadrdonlar. Shularimiz bo'lsa, remontimiz bo'lsa, ichkarilar kraska bo'lib chiqib, so'killarimizni chiroyli qilib, plampalar kraskalab olsak, uy masalasi tugaydi qadrdonlar.
undan keyin hoji buvam bilasizlar, anchagina temir olib kelib qo'ygan. U temirni deyarli usta akamiz hozir tayyorlab bo'lgan. Menimcha tayyorlab bo'ldi. Hali xabar qilmadi-yu, lekin tayyorlab bo'ldi menimcha. Endi shu temirlarni hurmatidan shu oshxonamizni ham bir chiroyli qilib qilmasak uyat bo'lsa kerak qadrdonlar. Shuning uchun sizlardan iltimos, shu shapkaga bir hissasini qo'shaman deganlar bo'lsa, yoki tarnovga bir alohida hissani qo'shaman, oshxonani blogiga hissani qo'shaman, kraskaga deganlar bo'lsa, iltimos shu qo'yilayotgan kartalarga shunday nima qilib olsanglar ham bo'laveradi. Bir SMS yozib qanaqa bo'ldi deb yozib qo'ysalar juda ham xursand bo'lardim. Shunaqa gaplar qadrdonlar, hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Sizlarni e'tiboringlar bilan, sizlarni qilayotgan ehsonlaringlar bilan shu chin dildan shu yetim bolalarni, ko'ngli yarim bolalarni ko'nglini olaman, boshini silayman va Allohning rizoligini erishaman deb turib qilayotgan bu xayriyotinglar, hadiyalar bilan inshaalloh shunday go'zal holatga yetib keldi bu binoimiz. Yana ozgina ishlarimiz qoldi. Xudo xolasa bitkazib olsak zo'r bo'ladi. Yana bitta yangilik aytib o'tmadik bo'lgan narsani, endi uy bitgan sari endi aytib o'tamiz. Pardalarini quvvali pardachi singlimiz, aka razmerlarini bering, uy bitishga yaqin aytsangiz, men tayyor qilib jo'natib yuboraman. Yoki o'zim borib o'rnatib kelaman degan. Menimcha o'zi kela olmasa kerak-ku, jo'natib yuborsa kerak, xudo xolasa. Shunga endi mana qadrdonlar, Alloh rozi bo'lsin, shu quvvali singlimiz, pardachi singlimiz ham hech qaysi proyektda befarq qoldirmayapti. Mana Dadajon TV kanalini ham birinchi proyektiga ham o'z hissasini qo'shyapti inshaalloh. Yana gapiradigan gaplarimizdan qadrdonlar, nima deymiz endi hozir Digar ekan, tayyor ekan, mana ish tugatdi, qaytyapmiz ekan. Yana bitta ma'lumot. Shunaqa gaplar qadrdonlar, kuzatib turganinglar uchun, qo'llab-quvvatlab turganinglar uchun hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Gilamlarimiz kelgan bilasizlar qadrdonlar, hoji buva gilamlarni zo'rini bergan ekan. Men yana ham hali e'tibor berib qaramagan ekanman. Hali shu gilamlar qo'yib qo'ygan xonaga kirganimizda gilamni ushlab ko'rdim. Haqiqatda qalin. Shu proxoshkaga, mashaga proxoshkaga bergan gilami ham o'zi 2 gilami ham zo'r ekan qadrdonlar, hayron qoldim. Haqiqatda haligi zo'rini beraman degan ekanda, Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa gaplar. Mana Iqbol akam, Hoji akamlarni mana videoda boshida gapirib o'tib ketdim. Alohida duo qilib qo'yasizlar. Mana hashar yo'li bilan mana shu fasadimizni bugun tugatishib berdi. Alloh rozi bo'lsin. Nurmatjon akam, Iqboljon Hoji akam. Tusnal akamlar, O'rinboy akamlar ham eng haligi qo'l ushlaydigan ishni mana bugun deyarli tugatishga deb turishibdi. Qadrdonlar, yana bir marta hammanglarga mingdan-ming rahmatlar aytamiz. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Kuzatib qo'llab-quvvatlab turganinglar uchun mingdan-ming rahmatlar. Sizlar Dadajon TV xalqparvar kanalini kuzatib boryapsizlar. Bizlardan bo'layotgan xato kamchiliklarni, ayblar, bir kamchilik bo'layotgan bo'lsa, hammasidan uzr so'raymiz. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ko'rishguncha sog' bo'linglar.